Assalomu alaykum, hurmatli Nukustom kanalımıza yetib borishaysiz do'stlar. Barchangizga O'rozat hayit bayramlari qutlug' muborak bo'lsin. Qo'ng'iroqlaringiz Alloh rayonida qabul bo'lsin. Aziz do'stlar, biz bugun Nukus rayonidamiz. O'sha apamiz bor edi, bizga murojaat etib turgan. Hozir vaqtda grijamen og'rib operatsiya bo'lib oldinda turibdi. Xullas ne demoqchiman do'stlar, apamizda hozirgi vaqtda operatsiya uchun 20-25 millionday pul kerak bo'layotibdi. Endi hozir ahvollari juda og'ir joyda desek de bo'ladi. So'ng do'stlar, qo'lingizdan kelgancha men O'roza hayit kunlarida qo'ldan kelgancha bir ko'mak bersangizlar, apamizning oyoqqa turib ketishini hammamiz sebepchi bo'lar edik. Assalomu alaykum, qalbim men Niyozimbekova Ayjamal. Dekabrda 13 mili grijamda aldırdım. Odan keyin operatsiya bo'lib, operatsiyadan keyin umuman belimde alolmay şatakta yatıp kaldım. Odan ko'p lechение aldım, ko'p больницаларда jattım, kosmeda jattım. Endi mаған bir şey MRT'ga түсіп kел dedi. MRT'ga түссем mende kosmey aniqlandı, suyuk jembilişi dedi. Endi 4 bilen 5'tin arasında suyuk jembilişi 4 bilen 5 omurtqасы желініп atқан екен. Mende 50-60-70% suyuk jembilген екен. Сөйтіп врачлар маған сол енді темір қоямыз деп жатыр халқым. Iltimos, qo'lingizdan kelsa O'roza ayında jardam bering. Mening 2 balam bor. O'g'lim qiynalib o'tirman, kvartira. O'g'lim boshqada. O'g'lim hamma zapda qiynaldi. Keladi deydi. Toshkentga kelasizmi ekanda? Temir qo'yadi ya. Temir qo'yamiz deb o'tir. O'sha mening kunim o'tgan sayin o'tuga bo'lmaydi ekan. Men kun yotgan sayin jibirlab o'tirib, mening suyagim qaqsab, men Allohga tinib men azob beradi. Bu uspokоyishlar ham ta'sir etmayapti menga. Shu operatsiya tezlik istilsak bo'lmaydi deb o'tirib. Qalqib jardam ber. Hozir vaqtdan aytgansa oyog'ing sistemi qayerdan sizdan chiqqan? Film şey o'tirsa qo'lim oyog'im O'sha jatsa iyi batırman, deri şey batırman, kanı iyi batır, dizi batır, deri şey batır, ben bırak. Tesir etmiyordur. Kalamam Moskva, bizi bul. Kıyaldı biraz sesim, kıyaldı. Hiç operatsiya qayerda bo'ldi? Rayonda buldum. Operatsiyada yaxshi chiqdim, odan keyin operatsiyadan çıkar, biraz vaqt yemleneyin, lecheniyalarni alayın dedim. Söyleyeceğim, aldım, oğluma benim durmadı. Tek belim, söyleyeceğim, suyak jembilişi, 50-60-70% közelip atır. Tezrek operatsiya istemeseniz, oğluma kıyım болады ekan. Oğluma jatakka jatıp kalmam mümkün ekan. Hozir endi o 2 omurtqasini yig'ib, o'rnini temir qo'yish kerak ba? Temir qo'yib kerak bo'ladir. Endi o'sib jata bersa, oğluma qiymildamay jatsangiz bo'ladi deydi operatsiyaga deydi. Men oğluma jeb azap berib o'tirib, o'zini ishkili o'tganini o'zim bilib o'tiraman. Ta'sir etmaydi ukollar. Kuniga bir talay ishlayman, foydasi yo'q. Uspokоyucu dori o'tek bo'lgan. Suyuq qatratning aslida suyuq qatratning dorilar bari. O'sha onam alatni kasr xarajatim bo'lmayapti. Yiqqanda bir yo'l operatsiya. Operatsiya şimdi iring paydo bo'ldi, iring suyakka ag'ib, suyuk jembilib atgan ekan. Menda soni tozalab, ashib, sodan keyin temir qo'yib, hozir 4-5 yerim atgan, 5-6 ga o'tib atgan. 2 temir qo'yiladi. 5-6 yeb ketdi deb o'tir. Do'stlar, ko'p bilganingizday, hozir vaqtda apamizning жағдайы og'ir, tezlik bilan operatsiya istetish kerak. Farzandi bor, 2 farzandi. Ulardan navbat qolgan holda do'stlar, hammalaringizdan yordam so'rab qolamiz. Apa, atınız qarşılan kartalarınız bor ya? O'zingizning plastik kartalarınız bormi? Ya, singlim qasam. Singlingizning, onda singlinglarning plastik kartalarini qo'yib ketamiz. Kaspiyoklarni o'zlarini qo'yib ketamiz. O'sha apamizning nomerini qo'yib ketamiz. Qo'ldan kelgancha qanday maslahatingiz bo'lama, nengiz bo'lama. Shu videoni do'stlar tarqaluvida hech bo'lsa like bosib, tarqatib hamma yoqqa. O'z do'stlar, ko'p emas, hammamiz bir 1000 so'm, 2000 dan tasdiqda batalay pul jinoyatda to'g'risi 25 million jinoyatga bo'ladigan summa, bir hafta 2-3 kunda jinoyatga bo'ladi. Bu videoni 50 minglab, 60 minglab odamlar ko'radi. Ular sahiyensalar ko'radi. Hammalarni so'sa bir podдержка etsek, xudo qalasa o'sha apamizning oyoqqa turgan sebepchi bo'lar edik. Hozir vaqtda bu yerda kvartira ekan, kvartirasini to'lanmagan yukshaydan beri. Az endi bular kvartira chiqarib bersa da dağda qalib qo'yacaqda.
Бұл тек осы апамыздың жатыс ахуалы осы. Бұдан басқа қимылдай алмайды былай. Сауап істейік, жәрдем берейік. Апамыздың номерлерін қойып кетейін экраныңызға. Карталар өздеріне тиесілі карталарды қойып кетеміз барлығын. Бір жәрдем берсеңіздер, Құда қаласа, осы апамызға аяққа тұрып кетуіңіз себепші болар едіңіз. Қазіргі уақытта бұл апамыздың жасап жатқан квартира үйі Нүксір районында жайласқан. Сол Нүксір район хакимиятынан да жәрдем сұрап қаламыз. Сау болып, видеоролигімізді тарқатуына себепші болыңыз достар, лайк басып.